salqinroq, ya'ni daraxtlarni tagiga ekiladigan demak o'sha xivoniklardan bittasi. Bu albatta tis hisoblanadi. Videodan oldin bitta like bosib qo'yishinglarni va daraxt qidirib yurgan tanishlar tez yuborib qo'yishinglarni so'rab qolamiz. Tis archalarimiz ham bizda juda ko'p. Bu yoqda misol uchun atirgullarimiz, vishya atirgullarimiz hammasi ochilib yotibdi. Bemalol bularni kelib o'zingizlarga mos ranglarni ko'rib xarid qilib olsanglar bo'ladi. Qizil, sariq, oq, oranjeviy, rozoviy va shu bilan birga atlasniy ranglari ham bor. 2 metrdan demak boshlanadi razmerlari atirgullarni. Va Ginka Biloba shtampoviylarini ko'rishingiz mumkin. Bu aynan Mariken sorti, ya'ni o'sha karlikoviy sort. Bu yoqda Ginka Bilobalarimizning albatta gorizontalis o'sadiganlari, ya'ni o'sha shtampda yonga qarab zontika obrazniy bo'lib o'sadiganlari bor. Shu bilan birga mana sasnalarimizni ko'rishingiz mumkin. Juda ham katta, bahaybatli Vatereri sorti, ya'ni o'sha sasna обыкновенный Vatereri sorti. Va shu bilan birga bizda mana bu yoqda dub daraxtlarimizni ko'rishingiz mumkin. Piramidal ko'rinishda juda ham o'sha o'zini demak formasini ushlaydigan sortlardan hisoblanadi. Albatta dub piramidalniy. Bugunni o'zida bitta o'sha mijozimizni 17 dona xarid qildilar. O'sha ko'chadagi fasadni yopish uchun juda ham idealniy chiqadi. Aynan mana shu dubdan.